Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Yana bugun yangi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizda ham Shayx Sa'di She'roziyning hikoyalaridan biri bilan tanishamiz. Avval o'zbekcha tarjimasi bilan, keyin esa asl forsiy matn bilan tanishamiz. Xulosalarni o'zlaringizdan kutamiz. Endi matnga e'tibor qaratamiz. Shoirlardan biri o'g'rilar amirining huzuriga borib, uni maqtadi. O'g'riboshi kiyimlarini yechib, eshikdan tashqariga quvishlarini buyurdi. Bechora sovuqda kiyimsiz ketardi. Itlar uning orqasidan tushdi. U toshni olib itlarni quvmoqchi edi, lekin yer muzlab qolgan edi. Buni ham uddalay olmadi. Bu odamlar qanaqa ahmoq, itni ochib qo'yibdilar-u, toshni yopibdilar, dedi. Amir boloxonasidan bu holni ko'rib, eshitdi va kulib aytdi: "Ey donishmand, mendan biror narsa so'ragin." U zot: "Agar sadaqa qilsang, kiyimimni xohlayman", dedi. Odamlar yaxshi insonlardan umidvor bo'ladilar. Sening yaxshiligingdan umidim yo'q. Hech bo'lmasa yomonlik qilmasang bo'ldi, dedi. O'g'rilar boshlig'i unga rahm qildi va kiyimiga qo'shib charm po'stin va bir necha dirham ham berdi. Demak, qissadan hissa shuki, odam to'g'ri kelgan kishini borib maqtayverishi kerak emas. Yaxshilik faqat yaxshi kishilardan qaytadi. Kasb-kori, hayot tarzi yomon bo'lgan kishilar esa kim bo'lishidan qat'iy nazar yomonlikni ravo ko'radilar. Shuning uchun yaxshilikni yaxshidan kuting va yomonlardan ehtiyot bo'ling. یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت و ثنایی بر او بگفت. فرمود تا جامه از او برکنند و از ده بدر کنند. مسکین برهنه به سرما همی رفت. سگان در قفای وی افتادند. خواست تا سنگی بردارد و سگان را دفع کند. در زمین یخت گرفته بود. عاجز شد. گفت: این چه حرامزاده مردانند، سگ را گشاده اند و سنگ را بسته. امیر از غرفه بدید و بشنید و بخندید. گفت: ای حکیم، از من چیزی بخواه. گفت: جامعه خود میخواهم اگر انعام فرمایی. امیدوار بود آدمی به خیر کسان، مرا به خیر تو امید نیست شرم رسان. سالار دزدان را بر او رحمت آمد و جامه باز فرمود و قبا پوستینی بر او مزید کرد و درمی چند. Obuna bo'lmasdan kuzatayotganlar obuna bo'linglar, qolganlarga ham ulashinglar. Keyingi darsgacha xayr, salomat bo'lasizlar.